Har doimgidek o'tiribsizmi, oyi? Oyi, iltimos, o'sha qizga yaqinlashmang. Yo'q. Shuncha yillik sirimizni zinhor oshkor qilib ko'rmang. Oyi, yana shu xonadan chiqadigan bo'lsangiz, dadamga aytib beraman. Unda yaxshi bo'lib, jim o'tiring. Iltimos, kelin sizga qiziqib qolgan. Agar mabodo uni ko'rib qolsangiz, miq etmasdan yuzingizni burib xonangizga kiring. Tushundingiz-a? Tushunarlimi? Tag'in ko'zimizni shamg'alatib, yaqinlashishga urinmang. Bo'lmasa qarshingizda dadamni ko'rasiz. Tushundingiz-a? Yaxshi. Iltimos, choyingizni ichib oling. Chiqmang faqat.